Assalomu alaykum azizlar. Bugungi mavzuyimiz anglash amaliyoti. Ya'ni anglash deganda nimani nazarda tutiladi va uni bizni ruhiy yuksalishimizdagi o'rni haqida. Anglash amaliyoti o'z nomi bilan ma'lum bo'lib turibdiki, nimadir yashirin biz sezmayotgan va bilmayotgan bir narsani anglash, ko'rish degani. Va o'z navbatida o'sha muammoni ko'rganingizdan keyin u muammo hal bo'ladi. Chunki muammo yo'q joyni anglashdan ma'no ham yo'q. Demak, biz anglash amaliyotini o'z muammolarimizni kuzatishda, o'z muammolarimizni kelib chiqish sabablarini, bizga yashirin bo'lib turgan ta'sirlarini topish uchun qilinadi. Agar anglash amaliyotini bajaradigan bo'lsangiz, u holda sizda muammo, ya'ni sizga muammoli bo'lib turgan har xil psixoemotsional holatlar, sizga ta'sir qilayotgan, sizga azob berayotgan ana o'sha muammolar ko'tariladi va u muammolar yanayam bo'rttiriladi, kuchayadi. Anglash amaliyoti bilan bir qatorda sizga sabr ko'nikmasi ham kerak bo'ladi ekan. Chunki agar siz mana shu noqulayliklarga, anglash amaliyoti mobaynidagi mana shularga agar sizda sabr bo'lmaydigan bo'lsa, u holda siz oxirgi yechimigacha u o'z rivojlanish bosqichiga va pishib yetilgunicha kuta olmaysiz. Anglash amaliyotini to'xtatasiz. Men o'zim ham ko'p bu amaliyotga judayam ko'p miqdorda kirganman va har bir urinishimda ma'lum bir to'siqlarga uchraganman. Ong ostimdagi to'siqlar. Bu ko'rinmas devor degani. Eng qizig'i. To'siqlarni ko'rib tursangiz, unga yarasha tadbir qilasiz. Lekin to'siqlar ko'rinmaydigan bo'lsa va u to'siqlar sizni ong ostingizda bo'layotgan bo'lsa, ongsiz qismingizda, siz o'zingizda, sizni borlig'ingizda bo'layotgan bo'lsa va u to'siqlarni eng qizig'i siz o'zingiz ta'minlayotgan bo'lsangiz, bilmagan holda, faqat boshida ko'rinmaydi, siz o'zingiz o'sha to'siqlarni aniq qilayotgan bo'lasiz. Ta'minlab, unga qo'llab, quvvatlab turgan bo'lasiz. U holda sizni muammoingiz 2 baravar, ba'zi bir payt bir necha baravar ko'payadi. Va mana shu paytlarda sizga sabr kerak bo'ladi. Sabr tagi sariq oltin deb mana shunga aytilgan. Siz agar anglash amaliyotini yetarlicha vaqt bajaradigan bo'lsangiz, bu amaliyot sizga o'z mevalarini ko'rsatmay qolmaydi. Aytaylik, sizni bir qo'rquv, vahima qiynayapti. Qo'rquv bilan vahima bu ikki xil narsa. Lekin bir-biriga o'xshash narsa. Qo'rquv deylik, qo'rquv qiynayotgan bo'lsa, demak siz o'tirasiz, uyda xoli joyga yoki ishxonangizdami xoli joyga borasiz, o'tirgan holda ana o'sha sizda ro'y berayotgan
psixoemotsional jarayonlarni ko'tarasiz. Sabr qilasiz. Sabr tagi sariq oltin, takrorlayman. Va mana shu qo'rquvingizga qaraysiz. Sizga ta'sir qilayotgan qo'rquvingizga qaraysiz. Qanchalik uzoq o'tirganingiz sayin uni energiyasi ishlatilib tugaydi. Ya'ni qo'rquvga nazaringizni tashlaysiz, qarab o'tirasiz, qo'rquv ko'tariladi, yana va yana, va u o'zini yig'gan energiyasini sizni nazar tashlashingiz, diqqat e'tibor berishingiz ostida u aktivlashib, yo'qqa chiqadi. Umuman yo'q bo'lmasa ham biroz miqdorda kamayadi. Keyin ertasi kun yana, har kuni yana qayta va qayta qo'rquvingizni ko'targaningiz sayin u o'z energiyasini quvvatlar darajasida kamaytiradi. Tana darajasida sizda qaysidir qismingizda, belingizdami, umurtqadami, qorin ichaklardami qandaydir diskomfort, noqulayliklarni sezadigan bo'lsangiz, ular ham sekin-astalik bilan kamayadi. Va siz shu amaliyotni bajarib, qo'rquvingizga e'tibor berib, qaratib, kundan kunga uning kelib chiqish sababiga yetib borasiz. Ya'ni anglash amaliyotini o'z vazifasiga ko'ra bajargan bo'lasiz. Uni, ya'ni sizni yashirin holda qiynayotgan, azoblayotgan sababni topasiz va uni bekor qilasiz. Yana takrorlab aytaman, sabab har doim o'zimizda. U qo'rquvni o'zimiz yaratayotgan bo'lamiz, o'zimiz paydo qilayotgan bo'lamiz. Agar biz anglab yetsak, qaysi sababdan, qaysi holatdan chiqib kelayotganini, shunda biz uni bekor qilishimizga imkoniyat paydo bo'ladi, tanlov paydo bo'ladi. Va biz buni bekor qilamiz va qo'rquvlar sizni batamom tark etadi. Nega buni anglamasdan oldin qilsa bo'lmasmidi deyishingiz mumkin. Bo'lishi mumkin. Hech qanaqangi anglamasdan oddiy hayotda siz qo'rqayotgan narsadan qo'rqmay yashaydigan odam bo'lishi mumkin. U anglamadi, hech qanaqangi, u tug'ildi, siz qo'rqadigan narsadan qo'rqmaydi, yashaydi. Lekin u o'zi anglamayotgan boshqa bir narsadan qo'rqadi, albatta. Qo'rqmaydigan odam bo'lmaydi. Qo'rqmaydigan odamlarni allaqachon qadim zamonlarda haligi yirtqich, xanjar tishli yo'lbarslar g'ajib yeb qo'ygan. Qo'rqadigan odamlar xanjar tishli yirtqichlardan omon qolib, biz o'shalarni avlodimiz. Shuning uchun hozirgi odamlarning hammasi qo'rqib, qochib qutulganligi uchun biz o'z genlarimizda shu qo'rqadigan odamlarni qo'rquvlarini olib yuramiz. O'zimiz bilmagan holda. Tashqaridan qo'rqmaydigandek bo'lib ko'rinadigan odam ham aslida siz qo'rqmaydigan narsadan u qo'rqayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun boshqalarga e'tibor bermaymiz. Qo'rquv har birimizda bor ekanligini, bu tabiiy narsa ekanligini tan olamiz, qabul qilamiz va mana shu qo'rquvni anglaymiz. Taxminan 10-15 minut, 15 daqiqa ishlasangiz yetadi. Undan ortig'i ortiq.
Agar hech qanaqangi natija olmasangiz, tushkunlikka tushmaysiz. Albatta, samimiy niyat bilan qilingan ish o'z samarasini, o'z natijasini beradi. Qo'rquvga ishlatsa bo'ladi bu anglash amaliyotini. G'azabga ishlatsa bo'ladi. Masalan, jahldor, g'azabdor, qandaydir xafalik kayfiyatida yuradigan odamlar, xafalik bu g'azabning bir ko'rinishi hisoblanadi aslida. Alohida bir emotsiya deyiladi, lekin bu alohida bir quvvat emas. Bu xafalik, g'azabdan kelib chiqadigan ichki holat. Mana shu holatga o'zimiz tanlovimiz bilan kiramiz. Va g'azabda ham shunaqa. O'tirasiz, g'azabni ko'tarasiz va sekin astalik bilan, bismillah bilan g'azabni oshkorlay boshlaysiz, namoyon qila boshlaysiz. Ya'ni anglamayotgan narsangizni anglashingiz uchun uni oshkoralash, namoyon qilishga o'tasiz. Bu juda ham qiyin, to'g'ri tushunib turibman. Lekin bizda boshqa yo'l yo'q. Birdan bir yo'l bu muammolaringizni anglash yo'lidir. Agar g'azabda siz haddan tashqari aktivlashib ketadigan bo'lsangiz, unda oshkorlash amaliyoti orqali, ya'ni yostiqqa ovozingiz chiqmasligi uchun, agar odamlar yaqin joyda bo'lsa, ularni ovozingiz bilan bezovta qiladigan bo'lsangiz, yuzingizga qo'yib baqirsangiz bo'ladi, ovoz eshitilmaydi. Agar haligi chetroqda, shahar tashqarisida odamlar yo'q joyda bo'ladigan bo'lsangiz, shunday baqirsangiz bo'ladi, g'azabingizni chiqarib. Ya'ni g'azab energiyasini to'liq namoyon qilish kerak. U sizni ichingizda yotmasligi kerak. Birinchidan tozalanasiz. G'azab energiyasidan mushaklaringizni, organizmingizni, nerv sistemangizni g'azablanish orqali baqirish, gapirish, ba'zan yostiqni bo'lsa yostiqni urish, toshlarni otish, agar shahardan tashqari bo'lsangiz, odamlarga zararingiz tegmaydigan holatda g'azabingizni chiqarasiz va shu orqali sizni tanangiz, organizm, jasadingiz tozalanadi g'azabdan va quvvatlaringiz erkin aylanishni boshlaydi. To'planib, ichkarida yig'ilib, sizga azob bermaydi. Azob berayotgan narsa ana o'sha bo'ladi, sizga diskomfort berayotgan narsa. O'shalar sekin-astalik bilan harakatga tusha boshlaydi. Va harakatlangandan keyin sizni nerv sistemangiz, organizmingizda haligi quvvatlar to'planib qolib, turib qolib, sizni kasal qilmasdan qaytanga haligi aylangandan keyin quvvatlar, g'azab chiqib ketadi, o'rniga yangi toza energiya kirib keladi. Energiyalar aylanadi, bir-biriga almashadi. Buni ham biz anglamaymiz, lekin bu bor narsa. Shu tariqa yangilanadi energiyalaringiz va bu sizni borlig'ingizga, nerv sistemangizga ham, borlig'ingizga oziqa bo'ladi. Anglashingiz uchun bir oziq bo'ladi. Shu tariqa siz sekin-astalik bilan g'azabingizni ifodalash orqali, qo'rquvlaringizni ifodalash orqali, har xil mana bu ichingizdagi bo'layotgan mana shu g'alayon, mana shu ichingizda bo'layotgan yashirgan, birovga odamlar orasida oshkor qila olmaydigan narsalaringizni to'g'ridan to'g'ri ayta olmagansiz balkim qo'rqasiz, lekin o'zingizni qo'rqmaydigandek jasur qilib ko'rsatasiz, lekin haligi qo'rquvlar bor, sizga
sezdirmasdan yashaydigan. Mana shularni hammasidan oshkora qilasiz, anglaysiz, sekin astalik bilan uning sababiga yetib borasiz. Va astalik bilan siz o'zingizni tozalaysiz. Rivojlanishni, ruhiy yuksalishni 3 ta bosqichi bor. Birinchisi tozalash, hozirgi aytganimdek, anglash orqali, ifodalash, oshkorlash orqali tozalanasiz. Ikkinchisi rivojlanish, ya'ni siz ma'lum bir ko'nikmalarni, sizga kerak bo'ladigan ma'lum bir qobiliyatlarni o'zingizda ishlab chiqarasiz. Boyagi aytgandek, sabr, anglash, ichingizda nima deydi, o'zingizni, jahlingizni, qo'rquvingizni, ichingizda xavotirlaringizni oshkora qila olish va shu kabi har xil qobiliyatlarni, ko'nikmalarni o'zingizda rivojlantirasiz. Demak, tozalaysiz, rivojlantirasiz va undan keyin realizatsiya, ya'ni amal qilasiz. Amal, ya'ni siz o'zingizga berilgan qobiliyatlar, talantlar, har xil nima deydi, xohishlaringiz bo'lsin, boshqa taraflaringizni amalga oshira boshlaysiz, ochilasiz. Inson sifatida qandaydir bir shaxs sifatida siz ochila boshlaysiz keyinchalik va qaysidir bir o'z yo'lingizni topib, ana o'sha yo'lda rivojlanib, o'sib, o'zingizni qobiliyatlaringizni realizatsiya qilasiz, ya'ni amaliyot qila boshlaysiz. Agarda mana shu mavzular va shunga o'xshagan mavzular sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, iltimos izohlarda qoldiring. Bundan keyingi videolarimizda yana batafsil bu mavzularni va boshqa mana shunga o'xshagan ruhiy yuksalish mavzularini ko'rib boramiz.